Hop 90 ot kuchi omochimiz ketdi. 90-100 ot kuchiga omochimiz qolmadi. Isuzu chiqib ketdi mana. Ulgurmay qoldim olishga. Do'stlar, 90 100 110 ot kuchiga omochimiz tugadi. Ikki korpusli omochlarimiz bor. Xudo xolasa yana olib kelamiz. 120 ot kuchiga ham tugadi. 120 ot kuchiga ham tugadi. 120-140 ot kuchi tugadi. Katta hozir qolganimiz 3+1 bir dona qoldi. Katta omochga 200-220 ot kuchiga. Hop. Keyin bu kichkina omochlarimizni 50-60 ot kuchiga omochlar anaqalari bilan omochlari bilan. Do'stlar, bizda yana 150, 160, 180, 200 ot kuchiga 3 korpusli omochimiz qoldi. Перепружнилari bilan birga bunimiz 147 sm. Bunaqasi 40 oladi. Yana Toshkentda skalatimizda bor. Mashinadan narigi kattadan bitta bor. Bundan kichkinarog'i bitta bor. Hop. Xuddi shu ko'rinishda 120 140 ot kuchiga 3 korpusli 4 korpusli omochimiz qolgan. Перепружнилari bilan mash ko'rinishda. Bu 150 180 bo'lsa, u yerda Toshkent eskalatimizda xuddi shu ko'rinishda 3 korpuslik 120 140 ot kuchiga 150 ot kuchi torsa bo'laveradi. Shunimizdan bor. 4 korpuslik bor uttashini. Unimizni Toshkentdagina bunaqasiga 40 sm oladi. O'zi 50 bo'lsa kerak. Olgani 40 sm olib ketadim deb olib ketayotganda. 4 korpusli 40 sm oladi, 3 korpusli 40 sm oladiganimiz qolgan. Kimga traktorlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Lowell kompaniyasi bo'yicha mana kombaynlarimiz ham bor. Aloqaga chiqa olasizlar. Mana aziz do'stlar, Lowell kompaniyasi 130 ot kuchi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. $46,000 ga sotildi.